Hammaga salom. Biz uydagilarni iftorlikka chaqirgan edik. К сожалению, ular iftorligi bor ekan, shuning uchun kelisha olmas ekan. Qizlar o'zimizni opasiga o'tirmoqchi bo'lib, opamizga keyin singillarimga aytgan edim, opamga ham vaqti bo'lmadi. Shuning uchun endi shunda singil o'tirmoqmiz. Uydagilarga bo'lsa hozir surpriz qilib shirinlik chiqarib olmoqchiman. Qachonligini hozirga ko'rsataman. Mana mamamga keldim. O'tgan safar shirinlik olib kelishgan edi. Onam rozilik bergan edi. Shunga ularga o'zlariga surpriz chiqarib ko'rmoqchimiz. Hamda opamga ham. Opamga chiqarishimdan ozgina oldin qo'yaman videoni. Shuning uchun o'zi hali bilmaydi. Mana narsalar bor. Degan juda ham qilib yotgan qismlar bilan qaraylik. Qanday ishda so'yli. Bu qaltiroq lekin shunaqa ko'rinish chiroyli. Mana bunaqa menga qilishdi hozir. Hozir teng bo'li juma ham aksiyada bular bemalol ham zakat qilsa bo'ladi. Mana bunaqa opamga. Hozir endi mana chiqarib